Maçimizga ham yetib keldik. Bugun tarixda video qilaman deganman. Klips o'tanglar to'pon-talikda. Agar kanalimizga yangi bo'lsanglar, like bosib, obuna bo'lib, o'shalardan chiqmasin. Hozirgi vaqtda Klips Open klani komandasi o'yinda 571 klani o'yinda 3 ta jamoa va Sultonboy Sultonboy Klips Openga qarshi va nima bo'ladi? Yaxshi, yana bitta granata. Yaxshi vaziyat, qaytish kerak orqaga adashmasam. Xo'sh. Philips Open va 571 klani qoldi. Topading kimga nasib qiladi? O'zi Philips Open klani Sultonboy 571 klani ham turnirlarimizda taqdirida birinchisi top 1ligini olib keladigan komandalardan bittasi. Klub David qo'rildi. 7 ta inson. 4 ga 3 adashmasam. Da 4 ga 3. 2 ta jamoa. Klub David qo'rildi. Hozirgi vaqtda ular voy asl bu komandadan 571 Aizen, 571 Astra Kenjanoq qilindi. Ular boy tomonidan voy asl o'zi David bo'lib ketdi. Va yana ikkita vaziyat. Flarboy yoki Aizen. Birga bir vaziyat. Hozir bitta granata va Flarboy yopildi. 571 klani top 1ligini oldi. Gap yo'q. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Telegram kanalda dushanba kuni, chorshanba kuni va juma kunlari turnir bo'lib o'tadi. Soat 21:00 da start beriladi. Va 21:15 da birinchi matchimizga start beriladi. Boshlanamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin har doim.